Assalomu hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi yangi kechgamiz. Namangan viloyati Mingbuloq tumani Qizilqum o'rnatib berdik. Akamiz kraskalangan 1.30lik o'choqli variantini zakaz qilishdi. Kelib, mana Xudoga shukr, o'rnatib yoqib berdik. 1.30lik 6-7 xonalarni ikkitasini bemalol isitaveradi. Xizmatlar vodiy bo'ylab bemalol aloqaga chiqarasizlar. Mo'ri zigzag aylanib 2 marta aylanib chiqib ketgan. Bosimni pasaytirish, ekonom qilish maqsadida qo'yilgan. Mana tortishlari o'ta go'zal. Negativlarga mana tepa priyam emas. O tozalaydigan joyini qo'yib qo'yganmiz. Kraskasi kuyib oladi. 1-2 soat yoqiladi. Keyin o'zi tutamay qoladi kraskasi. Xizmatlar vodiy bo'ylab bemalol aloqaga chiqarasizlar. Pechka 4lik lista bo'lingan. Lazer qanoti bor, kraskalangan variant. Pechkani old tomoni risovka g'ishlari bilan urib yoqib berdik. Risovka g'ishti afzalligi shu yoqmaysiz, kafet yemaysiz, ertaga tushib ketdi, yo'lib ketdi degan narsalarni unutasiz. Uyda ko'rki bo'lib, chiroyli bo'lib turaveradi. Ishingiz bir kunda bitta. O'choqli varianti 1.30lik. Orqasidan ko'rsatib qo'yamiz. Orqada bitta duxovkasi bo'ladi. Hozir kuyib, kraskalar kuyib, bunaqa bo'lib oladi. Keyin o'zi hidi chiqmay qoladi. Orqa tomoni 1.30likda 3 ta duxovka bo'ladi. Oldida 2 ta, orqada bitta. 6-7 xonalar bo'lsa, bemalol isitib beraveradi. Xizmatlar vodiy bo'ylab bemalol aloqaga chiqarasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.